Assalomu alaykum. Kunimiz boshlanib davom etmoqda. Ish jarayoni, ish protsessi davom etmoqda. Mana yakunlayman deb qoldi o'zi, xudo xolasa. Aslari, mana bir kort achivka qilsak, shu kunlar erta, xudo xolasa tugaydi ishimiz. Tak, asta-sekin, qimir-qimir ishlayapmiz. Tirikchilik qilib. Ну сейчас это. Да нет, подожди, все скипел. Mana hamishaga ob-havo. Hamishaga ob-havo. Bulut, quyosh ko'rmaymiz biz. Mayli, Xudo panohiga. Hamma ishlarga rivoj, omad hayotiga tinch bo'linglar. Hurmatli podpисчиклар, mana Misha akamizdan boshib yubordilar ishni. Xudo xolasa, mana tumbachani ham qo'yamiz. Endi tugab qoldi. Mana hamma joy tugatdi. Asta-sekin. Mana isham yakuniga yetaman deb qoldi. Aynan tozalab, mana shu tumbani qo'yib, vandan oldin chiqarib yo'q bersak bo'ldi. Xudo xolasa. Что говоришь, Миш? Гребенка, да? А, гребенка? Сейчас.